Tinim yo'qligi bu omadi chopgan insonni belgisimi yoki doimiy muammolardan tinim topa olmayotganini belgisimi? Biz tinimim yo'q deb aytganimiz aslida bizning ota-bobolarimiz bekor yurishni sharmanda deb hisoblagan. Sovet davrida esa bandlik, mehnat qadri, vatanparvarlik va hayotdan shukronalik belgisi edi. Biz bekor qolmaslikka o'rgatilganmiz. Sovet maktablari ko'p dam olishni zaiflik deb o'rgatgan. O'zingni unutish xizmat deb talqin qilingan. Uyda o'tirgan bekorchi hatto pul topsa ham ko'chadan beri kelmagan erkak degan fikr yuzaga kelgan. Shuning uchun biz harakatda yashashga, to'xtashdan qo'rqishga majbur bo'ldik. Neyrobiologiya bu holatga tanang tinimsiz harakatda, lekin miyangda reja yo'q, yo'nalish yo'q, kortizolni doimiy ishlab chiqaradi. HRV pasaygan, dopamin tanqis. Tinimi yo'q yaqinlaringiz bo'lsa yoki o'zingiz shu holatda bo'lsangiz, shuni bilingki, sizda ichki kuyish holati bor yoki shu holatga yaqinlashmoqdasiz.